Bilasan meni qanaqa rasxodga tiqqaningni, tavsiya qilgan emulsiya bir tiyinga qimmat ekan. Kapak olmadi, kapar olmadi, kiyib olibsan o'zing ham. Bir tiyinga qimmat, uyimni dabdala qilib tashadi. Nima deyapsiz? Normalniy emulsiya bu. Qancha joyga ishlatib tashlaganmiz? Kir, ko'rma uyimni, ko'rgan ahvolini. Mana, ushagan qo'ling bilan g'adirib yuribdi. Butun uy shunaqa, nimadan bu? Ustingiz bilan gaplashsak bo'ladimi? Aka, siz sepolmadingiz buni? Ha, men aytganman, o'zingiz reklama qilgan emulsiya unaqa effekt bermayapti-ku. Birinchi patolog sepolmadingiz? Patolonni sepganmiz, ha? Devorni o'ramaganingiz-a? Yo'q, pokovka qilmaganmiz. Ana, bo'lmagan bu. Hurmatli ustalar, bundan oldin ham aytganmiz, bundan keyin ham aytamiz, hozir ham aytamiz. Sepilayotganda birinchi bo'lib devordan boshlanadi. 2 sloy sepgandan keyin devor tayyor holatga kelgandan keyin devorni o'rab, keyin patolog sepiladi. Agar sizlar birinchi bo'lib patolog sepadigan bo'lsangiz, tepadan sachragan changlar, emulsiyalar devorni shirshaviy qilib qo'yadi. Keyin uni ustidan sizlar emulsiya sepganinglardan keyin shunaqa devorliklar effekt bermaydigan yomon holatda bo'ladi. Shuning uchun akalar to'g'ri yo'nalish bo'yicha ishlash kerak. Buni holatlar ko'p uchrab turadi. Birinchisi, yaxshi apparat tanlanmasa, to'g'ri suv solinmasa, professionalniy sepolmasa, shunaqa muammolar uchrab qolishi mumkin. Keyin ustakalarimiz nima deydi? Emulsiyani o'zi yaxshi emas ekan deb sekin emulsiyaga to'ntib olishadi. Undan ko'ra qattiq emulsiya olsanglar, misol uchun kaparoldan emulsiya oladigan bo'lsanglar, do'konchilik etsanglar, sizlarga professionalniy ustalarni nomerini berishadi. Keyin sizlar qanaqa to'g'ri sepish usullarini o'rganib olgandan keyin ishinglarni davom ettirsanglar, ishinglar chiroyli sifatli chiqadi. Shu obyektimizda professionalniy ustalar professional emulsiyadan foydalanib, ishni professional darajada chiqarib qo'yishadi.